Xalqaro kechirim tashkiloti 6-iyun kuni Sharq Turkistondagi lagerlarga qamalgan 48 nafar tutqunning oila a'zolari bergan guvohlik so'zlarini lager qurbonlari uchirgan ichinishli paketlarni e'lon qilgan hamda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissarini Uyg'ur rayonidagi kishilik huquq jinoyatlari haqidagi dokladini darhol e'lon qilishga chaqirgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet Xitoyning Sharq Turkistondagi dahshatli tuzumi va jinoyatlar ustida texnik aniq yakun chiqarmagan bo'lib, agar u Uyg'ur rayonidagi kishilik huquq ahvoli haqidagi dokladini vaqtida e'lon qilmasa, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining kelar haftalik yig'inida muzokaraga qo'yilish fursatini ketkazib qo'ydi ekan. Qirg'izistonda o'tkazilgan chelish musobaqasida oltin medalga erishgan Uyg'ur o'smir Ömer Mamutaxunov medalini 5-iyul Urumchi qatlamidagi shahidlarga bag'ishladi. Xitoydagi o'yimlik bozorining chekinishi nurg'un setvoqchilarni umidlantirdi va huddigarlarni qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Tavuz, shaptul, samsaq va boshqa dehqonchilik mahsulotlari, yangi turalg'i uylari va bo'sh uylar uchun oldin pul sifatida qabul qilinishga boshlandi. Nanjing shahridagi bir qurilish shirkati qimmati 100 ming yuandan eshib ketmagan ahvol ostida bir yuk mashinasi tavuzni oldin to'laydigan pul sifatida qabul qilganligini e'lon qildi. Qozog'iston bosh ministri Alixan Ismoilov Rossiya tarafidan chiqarilgan kasbiy turba liniyasi birlashmasining faoliyatini 30 kun to'xtatish qaroridan keyin hukumat xodimlari bilan jiddiy yig'in ochdi. Rossiyaning Novorossiysk rayonlik sud mahkamasi kasbiy turba birlashma gavdasining faoliyatini muhitga daxl tarz qilganligi sababidan 30 kun to'xtatayotganligini e'lon qilgan edi. Angliyada Johnson hukumatining amaldorlari orqa-orqadan istifa berdi. Səhiyyə və Maliyyə ministerləri istifa bergandan keyin bir qism muavin ministerlar xizmatidan ayrıldı. İstifa berguvchilarning umumiy soni 35 ga yetdi. Istifonomasini sunganlar partiya ishidagi davolg'ish va ishonchsizlikni sabab qilib ko'rsatdi. Bosh ministr Boris Johnson kabinет va partiyaning istifa berishidan keyin o'ziga qaratilgan istifa berish chaqirig'ini rad qildi va vazifasini davomlashtirganligini e'lon qildi. O'zbekiston Milliy muhofizat atritining muavin qo'mondoni Hamidjon Dadabayev Qoraqalpoqdagi voqealardan keyingi vaziyat hozir butunlay normal holatga keldi va kontrol ostida dedi. Dadabayev bu voqealarga chetishlik chetliklarning qo'lga ilinganligini ta'kidlab, elib berilayotgan tekshirish jarayoni sababidan qo'lga ilinganlarning kimligini oshkorlag'ili bo'lmaydiganligini aytdi. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 13-yilligini xotirlash munosabati bilan Turkiya poytaxti Anqara shahrining markaziga joylashgan Ulus maydonida namoyish o'tkazildi. Namoyishni Sharq Turkiston tadqiqot vaqfi bilan Uyg'ur akademiyasi birlikda uyushtirgan bo'lib, parlament a'zolari, siyosiy partiya vakillari va axborot xodimlari qatnashdi. Dünya Uyghur qurultiyi xodimlarining bergan ma'lumotlarga asoslanganda 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 13-yilligini xotirlash munosabati bilan dunyoning har qaysi ellardagi 30 dan ortiq shaharda 2-iyuldan 5-iyulga qadar har xil ko'lamda namoyishlar elib berilgan. 5-iyul kuni Amerika poytaxti Washington va Nyu-York shaharlarida, Gollandiyaning poytaxti Amsterdamdagi Dam maydonida va Germaniyaning München shahrida 5-iyul Urumchi qirg'inchiligini xotirlash namoyishlari o'tkazildi. Bu faoliyatlarda Urumchi qirg'inchiligining qurbonlari xotirlanish bilan birga Xitoyning Sharq Turkistondagi ishg'oli va irqiy qirg'inchiligi ayblandi.